Butun dunyoda xavfli va hayajonli joylarga sayyohlar borishni yaxshi ko'rishadi. Ushbu videoda ba'zan tog'larda, ba'zida shaharlarda va hattoki suv ostida sarguzasht izlayotganlar uchun dunyodagi eng hayajonli va xavfli joylarni jamladik. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoyimizga like bosib qo'ying. Ekstremal sport va hayajonni birgalikda boshdan kechirishni istaganlar uchun Kaliforniyadagi bu joy ideal variantlardan biridir. Taxminan 2700 metr balandlikdagi cho'qqiga chiqmoqchi bo'lganlarni qiyin sayohat kutmoqda. 12 soatli sayohatga qo'shilishni xohlovchilar joyni bir oy oldin bron qilganlar. Dunyodagi eng xavfli joylardan biri bo'lgan Yoqub qudug'i tubsiz chuqur sifatida ham tanilgan. Oddiy chuqurlik tizza darajasida bo'lgan hududda bu chuqur Texasdagi eng katta suv osti g'oridan biriga ulanadi va chuqurligi 40 metrni tashkil qiladi. Plyajlari, taomlari va tungi hayotidan tashqari Braziliya o'zining afsonaviy tabiiy go'zalligi bilan hayajon izlovchilarni o'ziga tortadi. 840 metr balandlikdagi bu tog'ning cho'qqisiga chiqish uchun 3 soat vaqt ketadi. Tog' atrofida olingan suratlar tomosha qilganlarni hayajonga solishi mumkin. Har yili iyul oyida Ispaniyaning Pamplona shahrida bo'lib o'tadigan San Fermin festivalida butun dunyodan ishqibozlar qatnashadilar. Tor ko'chalarda buqalardan qochib yugurib yurgan aqldan ozgan odamlar 875 metrli masofani bosib o'tib, g'azablangan hayvonlarning shoxlaridan uzoqroq turishga harakat qilishadi. AQShdagi Katta kanyonning qoya chetiga o'rnatilgan taqa shaklidagi shisha tomosha maydonchasi chindan ham ko'tarilish uchun jasorat talab etadi. 1200 metr balandlikda oyog'ingiz ostida faqatgina shisha pol bilan yo'l. Sizdan birgina talab qilinadigan narsa manzaralardan bahramand bo'lishga harakat qilishingizdir. Norvegiyaning eng sayyohli joylaridan biri bo'lgan va tilga o'xshash bu tosh hayajon ixlosmandlari uchun muhim manzildir. Qoya ichida suratga tushish deyarli an'anaga aylangan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, balandlik taxminan 700 metrni tashkil qiladi. Bunday ko'llardagi suvdan chiqayotgan pufakchalar odatda gaz chiqishi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa-da, bu ko'l haqiqatdan ham qaynaydi. Ko'l atrofidagi suvning harorati uning ostidagi suyuq lava o'chishi tufayli 93 daraja atrofida. Atrofdagi yashash joylarida maxsus sovutish tizimlari mavjud. Ko'lga borishning yagona yo'li 14 kilometr piyoda yurishdir. Amerikada xuddi shunday hayajonni yaratadigan yana bir joy bor. Bu Chikagodagi Sky Disk. Willis osmono'par binosidagi bu joy butunlay oynali balkonga o'xshaydi. Har yili 442 metr balandlikdagi bu ajoyib joyga 1,5 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyuradi. Hamma ham guvoh bo'la olmaydigan tabiiy hodisa. Har yili Janubiy Afrikada sodir bo'ladigan bu migratsiyada millionlab sardalyalar Hind okeanidan Atlantika okeaniga o'tish uchun ommaviy ravishda ko'chib o'tadi. Biroq bu bayramni o'tkazib yuborishni istamagan akula va delfinlar og'zini ochib, tonnalab sardalyalarni yeyishadi. Bir 1901 yilda qurilgan va dunyoning eng xavfli yo'li sifatida tanilgan bu yo'l
2000-yillarda 5 kishining o'limi natijasida yopilgan. Ammo 2015-yil yozida turizmga qayta ochilgan edi. Bu tor yo'l Ispaniyaning Malaga shahrida 92 metr balandlikdagi qoyalar bilan bog'langan. Videoni ham oxiriga keldik. Nima deb o'ylaysiz? Siz ham hayotingiz davomida shunga o'xshash xavfli joylarga borganmisiz? Shu haqida albatta o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.